Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 iyuldan boshlab ayrim toifadagi fuqarolarning daromadi, nafaqasi kompensatsiyasi yoki ijtimoiy to'lovi sezilarli o'sishi mumkin. Ayrim holatlarda esa bir kishiga qo'shimcha 3500 ming so'mgacha foyda tegishi ehtimoli bor. Bu xabarni shunchaki eshitib o'tib ketish mumkin emas, chunki gap oilangiz byudjeti, ota-onangiz pensiyasi, farzandingiz nafaqasi, ish haqingiz yoki sizga tegishli ijtimoiy yordam haqida ketmoqda. Men hozir sizga kim eng ko'p olishi, kimga bu o'zgarish taalluqli bo'lishi, kim shoshilmasligi kerakligi va eng muhimi, pulni yo'qotib qo'ymaslik uchun qaysi hujjatlarni tekshirish zarurligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa foyda beradi. Kech eshitilsa odam navbatda yurib, hujjat to'g'rilab puldan quruq qolishi mumkin. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik odamlar davlat to'lovi, pensiya, nafaqa, moddiy yordam yoki kompensatsiya masalasida faqat bitta raqamni eshitadi va shundan keyin hamma bir xil pul oladi deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Har bir to'lovning o'z mezoni bor. Kimdir yoshiga qarab oladi. Kimdir nogironlik guruhi bo'yicha oladi. Kimdir boquvchisini yo'qotgani uchun oladi. Kimdir kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda turgani uchun oladi. Yana kimdir ish joyidagi tarif stavkasi, ustama, kompensatsiya yoki qo'shimcha haq hisobidan ko'proq oladi. Shuning uchun har bir kishiga 3500 ming so'm berilar ekan degan gapni eshitganingizda men ekspert sifatida birinchi navbatda shuni aytaman. Avval to'lov turi, kimlarga tegishi, qanday shart bilan berilishi va qaysi sanadan hisoblanishini aniqlash kerak. Endi nima o'zgaryapti? 1 iyuldan keyin odatda bir nechta yo'nalishda yangilanishlar bo'ladi. Eng kam ish haqi, bazaviy hisoblash miqdori, pensiya va nafaqalar, ijtimoiy yordam mezonlari, ayrim kasb egalari uchun ustamalar yoki kompensatsiyalar qayd ko'rib chiqilishi mumkin. Agar qarorda yoki rasmiy hujjatda ma'lum bir miqdor oshirilsa, bu miqdor zanjir bo'lib boshqa to'lovlarga ham ta'sir qiladi. Masalan, bazaviy miqdor oshsa, jarima, yig'im, ayrim to'lovlar ham o'zgaradi. Eng kam ish haqi oshsa, byudjet tashkilotlaridagi ayrim tariflar, ish haqiga bog'langan hisob-kitoblar, ta'til puli, kasallik varaqasi, aliment yoki boshqa ushlab qolishlar ham qayta hisoblanishi mumkin. Pensiya miqdori oshsa, pensionerning qo'liga tushadigan pul ko'payadi. Lekin bank kartasi, qarzdorlik, aliment yoki ijro hujjati bo'lsa, amalda qo'lga tegadigan summa boshqacha bo'lishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar bu xabarni jiddiy qabul qilishi kerakligini aytaman. Birinchi toifa pensionerlar. Agar siz yoki oilangizda pensiya oladigan ota-onangiz bo'lsa, 1 iyuldan keyin pensiya miqdori qayta hisoblanishi ehtimoli bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini tekshiring. Ba'zan odam menga avtomatik tushadi deb yuradi, lekin mehnat staji to'liq kiritilmagan, ish haqi arxidan tasdiqlanmagan yoki hujjatda familiya bir harf bilan boshqacha yozilgan bo'ladi. Natijada odam bir necha yil kam pensiya olib yuradi. Masalan, bir fuqaroning umumiy staji 3 yil. Lekin tizimda 24 yil ko'rinib turgan bo'lsa, u har oy sezilarli kam olishi mumkin. Agar oshirishdan keyin har oy 300 ming so'm farq chiqsa, 1 yilning o'zida 3 million 600 ming so'm farq bo'ladi. Mana shuning uchun 3 million 500 ming so'm degan raqamni ham faqat bir martalik pul deb emas, ba'zan yillik yoki qayta hisoblangan farq sifatida tushunish kerak. Ikkinchi toifa, nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning parvarishlovchilari. Bu yerda juda muhim noziklik bor. Nogironlik guruhi muddati tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, parvarishga muhtojlik darajasi va boshqa mezonlar to'lovga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs bilan uchinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxsning to'lovi bir xil bo'lmaydi. Ayrim oilalarda nogiron farzand bor, lekin oila nafaqa olish huquqiga ega ekanini bilmaydi. Yoki mahallaga borsam baribir bermaydi deb hujjat topshirmaydi. Men bunday vaziyatda shuni maslahat beraman, huquqingiz bo'lsa. Uyalib ertaga boraman, boshqalar olsin deb kutmang. Davlat belgilagan yordam aynan shunday holatlar uchun ajratiladi. Agar bola uchun nafaqa, parvarish puli, dori-darmon kompensatsiyasi yoki boshqa qo'shimcha yordamlar jamlansa, oilaning oylik daromadida juda katta farq paydo bo'ladi. Uchinchi toifa kam ta'minlangan oilalar. Bu guruhda odamlar eng ko'p xato qiladi. Ko'pchilik qo'shnim oldi, men ham olaman, yoki qo'shnim olmadi, demak menga ham berilmaydi deb o'ylaydi. Aslida ijtimoiy yordam har bir
oilaning tarkibi, rasmiy daromadi, bolalar soni, mehnatga layoqatli a'zolari, mulki, avtomobili, bank hisoblari va boshqa mezonlar asosida bog'lanadi. Masalan, 2 oilani olaylik. Birinchi oilada xotin va 3 bola bor. Faqat ota ishlaydi. Oylik daromad 30 ming so'm. Ikkinchi oilada ham xotin va 3 bola bor. Lekin ularning nomida 2 dona avtomobil va qo'shimcha ijara daromadi bor. Tashqaridan qaraganda ikkala oila ham bir xil. Lekin tizim ularni bir xil baholamasligi mumkin. Shu sababli 1 iyuldan keyin mezonlar yoki miqdorlar o'zgarsa, avval o'z holatingizni aniq hisoblang. 4-toifa byudjet tashkilotlari xodimlari, o'qituvchi, shifokor, hamshira, bog'cha tarbiyachisi, madaniyat xodimi, ijtimoiy soha vakili bo'lsangiz, siz uchun asosiy masala faqat maosh oshadimi emas. Sizning tarif stavkangiz, ustama foizingiz, malaka toifangiz, tungi navbatchilik, qo'shimcha dars soati, zararli sharoitdagi ish, bayram kunidagi mehnat, ta'til puli kabi jihatlar ham o'zgarishi mumkin. Masalan, o'qituvchining asosiy stavkasi oshsa, uning qo'shimcha dars soati ham hisob-kitobda ko'payishi mumkin. Shifokorda esa navbatchilik va ustamalar umumiy summani keskin o'zgartiradi. Shuning uchun kimdir 3 so'm ko'proq olsa, kimdir 1,5 so'm. Kimdir esa bir necha ustama qo'shilganda 3,5 so'mgacha farq ko'rishi mumkin. Bu hammaniki bir xil degani emas. Bu hisob kitob tarkibiga bog'liq degani. 5-toifa bolali oilalar, bola puli, moddiy yordam, aliment, tug'ruq nafaqasi, parvarish nafaqasi yoki maktabga tayyorgarlik bo'yicha yordamlar ko'pincha oilaning haqiqiy ehtiyojini yengillashtiradi. Masalan, 3 nafar farzandi bor ona ishlamaydi. Ota esa mavsumiy ishda. Ularning daromadi bir oy bor, bir oy yo'q. Bunday oilada vaqtida hujjat topshirish juda muhim. Chunki tizim sizning arizangiz tushgan sanadan keyingi davrni ko'rishi mumkin. Agar siz iyulda topshirishingiz kerak bo'lgan arizani sentyabrga qoldirsangiz, 2 oy mablag'ni yo'qotishingiz mumkin. Ko'pchilik aynan shu joyda zarar ko'radi. Huquqi bor, lekin ariza bermagan. Endi kim xavotir olmasligi kerak degan savolga ham javob beraman. Agar siz rasmiy ishda bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pensiya yoki nafaqa avtomatik tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, siz vahima qilishingiz shart emas. Lekin tekshirish baribir zarar qilmaydi. Chunki birgina bank kartaning muddati tugagani, pasport almashtirilgani, yashash manzili yangilanmagani yoki telefon raqam tizimida eski bo'lgani sababli ham to'lov kechikishi mumkin. Pul sizga tegishli bo'lsa ham tizimda xato bo'lsa, uni olish uchun vaqt ketadi. Endi istisnolar. Xavfli joylar va ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi noziklik rasmiy xabar bilan mish-mishni ajratish. İnternetda hamma 3520 so'm oladi. Bugun ro'yxatdan o'ting, kartangizni yuboring. SMS kodni ayting degan e'lonlar chiqishi mumkin. Men buni juda aniq aytaman. Hech qachon kartangiz raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodni, pasport rasmini begona odamga yubormang. Davlat organlari sizdan Telegram orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir men sizga yordam qilib pul chiqarib beraman, faqat oldindan 1000 so'm to'lang desa, bu katta ehtimol bilan firibgarlik. Haqiqiy to'lovlar rasmiy portal, mahalla pensiya jamg'armasi, bank yoki tegishli davlat idorasi orqali amalga oshiriladi. Ikkinchi noziklik qo'shimcha 3500 so'm har doim ham bir kunda qo'lga beriladigan naqd pul bo'lmasligi mumkin. Bu bir necha oy uchun qayta hisob-kitob, bir martalik kompensatsiya, maoshdagi yig'indi farq. Nafaqaning bir necha oylik miqdori yoki oiladagi bir nechta a'zo bo'yicha umumiy qo'shimcha bo'lishi mumkin. Masalan, oilada 2 pensioner bor. Har birining pensiyasi oyiga 400 ming so'mdan oshsa, bir oyda 800 ming so'm qo'shimcha bo'ladi. 4-5 oy ichida bu 200 ming yoki 400 ming so'mga yetadi. Boshqa misolda, byudjet xodimiga asosiy oylikdan tashqari ta'til puli qayta hisoblanadi. Ustama qo'shiladi va oldingi oy farqi bilan birga katta summa tushadi. Shuning uchun raqamni ko'rganda darhol xulosa chiqarmang, uning manbasini so'rang. Uchinchi noziklik qarzdorlik va ushlab qolishlar. Agar sizning bank kartangizda kredit, aliment, ijro hujjati yoki boshqa majburiy ushlab qolish bo'lsa, hisoblangan pul bilan qo'lga tegadigan pul farq qilishi mumkin. Masalan, sizga 1000 so'm qo'shimcha hisoblandi. Lekin ijro qarori bo'yicha ma'lum qismi ushlab qolindi. Odam keyin menga kam tushdi deb o'ylaydi.
bunday holatda bankdan, ish joyi buxgalteriyasidan yoki majburiy ijro byurosidan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Ayniqsa aliment to'lovchi yoki kredit qarzi bor fuqarolar buni oldindan bilib qo'ysa, tushunmovchilik kamayadi. 4-noziklik hujjatlardagi kichik xatolar katta muammo tug'diradi. Familiyada bitta harf, tug'ilgan sanada bitta raqam, pasport seriyasida xato, stir yoki JSH noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, to'lov kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Men amaliyotni ko'p ko'rganman. Odamning ish staji bor. Lekin arxiv hujjatida ism boshqacha yozilgan. Bola tug'ilganlik guvohnomasida otasining ismi boshqa shaklda. Nikoh qaydnomasidagi ma'lumot pasport bilan mos emas. Bular mayda ko'rinadi, lekin tizim uchun muhim. Chunki elektron tizim ma'lumotni odamdek taxmin qilib emas, aniq raqam va yozuv bo'yicha solishtiradi. 5-noziklik norasmiy ish. Agar siz yillar davomida norasmiy ishlagan bo'lsangiz, bugun qo'lingizga pul tushgani bilan ertaga pensiya, kasallik varaqasi, ta'til puli, ishsizlik bo'yicha yordam yoki kredit olishda qiynalishingiz mumkin. 1 iyuldan keyingi har qanday oshirish ko'pincha rasmiy hisob-kitoblarga bog'lanadi. Masalan, rasmiy maoshi 1.500.000 so'm ko'rsatilgan, lekin amalda 5.000 so'm oladigan odam bor. U pensiya yoki kredit masalasida tizimda 1.500.000 so'mlik xodim sifatida ko'rinadi. Shuning uchun men har doim aytaman, ish beruvchidan rasmiy shartnoma, to'liq ish haqi va badallar masalasini talab qiling. Bugungi qulaylik ertaga katta yo'qotishga aylanmasin. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, rasmiy manbani tekshiring. Prezident farmoni, Vazirlar Mahkamasi qarori, vazirlik yoki pensiya jamg'armasi xabari, my.gov uz portali, soliq yoki bandlik organlarining rasmiy sahifalari orqali ma'lumot oling. Telegramdagi noma'lum kanal, tanishning ovozli xabari yoki skrinshotga tayanib ish qilmang. Agar xabarda sana, qaror raqami, qaysi toifaga tegishi va hisoblash tartibi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, JSH, STIR, bank karta rekvizitlari, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat staji, ish haqi ma'lumotnomasi. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot va zarur bo'lsa, arxiv hujjatlarini yig'ing. Men buni oldindan qilishni tavsiya qilaman. Chunki hamma bir vaqtda yugurganda navbat ko'payadi. Idoralarda yuklama oshadi. Oddiy ma'lumotnomani olish ham bir necha kunga cho'ziladi. 3-qadam, o'z toifangizni aniqlang. Siz pensionermisiz? Nogironligi bor shaxsmisiz? Bolali oilamisiz? Byudjet xodimimisiz? Kam ta'minlangan oila sifatida ariza bermoqchimisiz? Yoki ish haqi oshidan manfaatdormisiz? Har bir yo'nalishning eshigi boshqa. Pensioner pensiya jamg'armasiga, kam ta'minlangan oila, mahalla va ijtimoiy himoya tizimiga, ishchi ish joyi buxgalteriyasiga, tadbirkor soliq organi yoki bankka murojaat qiladi. Hamma masalani bitta joy hal qiladi deb o'ylamang. 4-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma ariza kuchliroq. Arizada kimligingizni, qaysi to'lov bo'yicha murojaat qilayotganingizni, 1 iyuldan keyingi o'zgarish asosida qayta hisob-kitobni so'rayotganingizni, hujjatlaringizni ilova qilganingizni aniq yozing. Arizangiz qabul qilingan sanani saqlang. Agar elektron yuborsangiz, ariza raqamini skrinshot qiling. Agar idoraga borsangiz, kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Keyin arizangiz yo'q degan gap bo'lmasin. 5-qadam, buxgalteriya yoki bankdan hisob-kitobni so'rang. Ayniqsa ish haqi oshishi, ustama, ta'til puli yoki kompensatsiya masalasida oddiy shuncha tushdi bilan cheklanib qolmang. Qaysi oy uchun qancha hisoblandi, qaysi ustama qo'shildi, qaysi soliq yoki ushlab qolish ayrildi. Avans va yakuniy hisob qanday bo'ldi? Bularni bilish sizning huquqingiz. Agar tushunmasangiz, uyalmang, so'rang. Buxgalteriya hisob-kitob varaqasini tushuntirib berish kerak. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir sizga 3.500.000 so'm olish uchun ro'yxatdan o'tkazaman deb havola yuborsa, kirmang. Agar kartangizga pul tushirish uchun SMS kodni ayting desa, darhol aloqa uzing. Agar oldindan xizmat haqi to'lang desa, 2 marta o'ylang. Haqiqiy davlat to'lovlari uchun begona shaxsga karta kodi berilmaydi. Ota-onangiz, buyingiz, bobongiz bo'lsa, ularga ham tushuntiring. Chunki firibgarlar ko'pincha aynan yoshi katta odamlarni nishonga oladi. 7-qadam, muddatni o'tkazib yubormang.
ayrim to'lovlar avtomatik hisoblanadi. Ayrimlari esa ariza asosida beriladi. Farq juda katta. Agar ariza talab qilinsa va siz murojaat qilmasangiz, tizim sizni avtomatik qo'shmasligi mumkin. Shuning uchun 1 iyuldan oldin va 1 iyuldan keyin rasmiy e'lonlarni kuzating. Agar hujjatlarda ariza berilgan oydan boshlab deyilsa, har bir kechikkan oy pul yo'qotish degani bo'lishi mumkin. Men bugun sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. 1 iyuldan keyingi o'zgarishlar ko'pchilikka ta'sir qilishi mumkin. Lekin hamma bir xil 3000-5000 so'm oladi degan gapga ishonib qolmang. Kim eng ko'p olishi uning toifasi, staji, ish haqi, oilaviy holati, hujjatlari, ustamalari va qayta hisob kitobiga bog'liq. Sizning vazifangiz vahima qilmasdan rasmiy manbani tekshirish, hujjatlarni tartibga keltirish, kerak bo'lsa yozma ariza berish va hisob kitobni nazorat qilish. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Siz qaysi toifaga kirasiz? 1 iyuldan keyin qanday to'lov yoki oshirishni kutyapsiz? Men izohlarni ko'rib, keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Eng muhimi, bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga va mahallangizdagi odamlarga yuboring. Chunki vaqtida bilgan odam huquqini himoya qiladi. Kech qolgan odam esa o'ziga tegishli pulni ham yo'qotib qo'yishi mumkin.